Bu dunyo go'zal, hayot bebaho ne'mat. Har bir tong yangi imkoniyat, har bir nafas hayotning ne'mati. Ammo bu go'zal hayotga xavf soladigan qora kuch bor. Uning nomi giyohvandlik. Giyohvandlik bu faqat modda emas, bu orzularni o'ldiruvchi, kelajakni o'g'irlovchi dushman. U seni do'stlar, oila, orzularingdan ayiradi. Har kuni minglab insonlar giyohvandlik qurboniga aylanmoqda. Ular orasida yoshlar ko'p. Balki bizning do'stlarimiz, birodarlarimizdir. Lekin biz tanlov qilamiz. Biz jim turmaymiz. Biz giyohvandlikka qarshimiz. Biz sog'lom hayot tarafdorimiz. Biz orzularimizni himoya qilamiz. Bizning kuchimiz bilimda. Bizning qurolimiz sog'lom fikr, sog'lom hayot. Biz birgamiz va birgalikda bu baloga qarshi turamiz. Biz giyohvandlikka qarshimiz.